Bugungi kunda insonlarni jamiyatda qiynayotgan narsa bu ularni o'zini nafsi, bu ularni o'zlarini dunyoqarashlari. Bulardan biri katta to'y qilish. Va bitta ham emas, bir necha marotaba to'y qilish. Menimcha hech qayerda bo'lmasa kerak, ertalab ham kuyov tomon, ham kelin tomon ham osh beradi. Ham bizada aytiladi, вечер qiladi, ham ayollar bazmi. Mana shu 3 ta 4 ta to'y tugagandan keyin ham bir hafta o'tib, bir oy o'tib, yana qanaqadir tadbirlar. Nima deydi? Kelin salom, kuyov salom degan narsalar, kelinni ko'rishga kelishga tadbirlar, ular ham 50 ta 60 ta kamida odamsiz o'tmaydi-da. Bitta o'ylab ko'ringlar. Inson ishlayapti-da. Menga ko'p kelayotgan stressdagi insonlarni ko'pincha pul mavzusi bilan kelishadi. Sababini chuqur o'rgansak, o'zini nafsi, o'zini dunyoqarashi ularni halok qilyapti aslida. Kim sizga aytayapti, misol uchun 10 yil ishlab yig'dingizda pul, 10 ming bilmadim, kimdir 20 ming dollar yig'di-da, 10 yil umrini sarfladi. Nimaga sarflaydi keyin shu pulni? O'sha to'yga. Bir kunlik yoki o'sha 2 kunlik bo'ladigan o'sha to'yga yana 4-5 marotaba to'y qilib, o'sha 20 ming dollar pulini shunday to'yga tiqib yuboradi. Mumkinki o'sha pulni kelinga yoki mumkinki o'sha pulni kelin-kuyovga berish yoki ularga bilmadim, hattoki nimadir sovg'a qilish yoki sayohat qilinglar. Nima uchun biz shunaqa qilamiz? Va keyin yuramiz. 10 yil ishlagan pulimizni to'yga, bazmlarga bilamizki, baribir odamlar rozi bo'lmaydi. Hattoki to'yga biz tanimagan bizni qo'shnimizni qo'shnisi ham keladi-da. Deylik, yoki qo'shnimizni qarindoshi ham keladi. Men endi mehmondorchilik o'zbeklarman boshiga mehmondorchilikka, lekin anglab qilaylik. Kimnidir imkoniyati yetsa qilsin, lekin haddan oshiq qarz olib, nimalarnidir sotib shartmi? Simbolik o'zbeklarda bitta emas, kamida 3 tadan hammaning oilasida bolasi bor-da. Bunday o'ylab ko'rsanglar, inson 25-30 yoshgacha yashab kelamizda, keyin mana nima uchun uylanmayapsiz hali ham deyapti. Bolalik bo'lgandan keyin ko'pincha biz ongsiz ravishda nima qilishni boshlaymiz. Bo'ldi, bolamizni katta bo'laveradi, birin-ketin hammasi yetib kelaveradi, bo'ldi, to'yga pul yig'ishni o'ylaymiz. Bitta ko'zimizni ochib yumsak 50 yoshdamizda. Bo'ldi. Все, o'tib ketdi hayot. Hamma pulingizni, shuncha yil topgan pulingizni mana shu to'y, mana shunaqa jamiyat o'rnatib qo'ygan marosimlar, tadbirlarga sarflab yuboramiz. Iltimos kelinglar, to'xtataylik shu narsani. Bir marta to'y qilaylik, mayli xo'p. O'shanga ham eng yaqinlaringizni faqat 200 kishi bo'lar, eng yaqinlaringiz, do'stingiz, adingizni o'rtoqlari. Bo'ldi, yetadi. Bir marta. Kerak emas mening fikrim osh, kerak emas mening fikrim ayollar tadbiri. Undan keyin yana to'ydan keyin 10 xil, 1000 xil ayollarni yig'ib, erkaklarni kerak emas unaqa narsa. O'zinglar mana muammoga tushirasizlar-da, keyin yurasizlar. Psixolog. Stressdaman, pulim yetmayapti. 10 yil ketkazgan pulingizni, yig'gan pulingizni bir kunlik to'yga sarflab olganingizdan keyin, конечно, stressga tushasiz. O'zingizga bermadingiz, o'zingiz kiyinishingiz mumkin edi, ota-onangizni hajga yuborishingiz mumkin edi. Kelinglar, mana shu ahmoqgarchiliklarni to'xtataylik. Yana ham mukammal yoritib berilgan psixologik darslar uchun profilimizning bio qismiga kirib, Telegram kanalimizga ulanish orqali mutlaqo bepul bo'lgan darslarni qo'lga kiritishingiz mumkin.